Mamlakatimizda texnik va ekstremal sport turlarini rivojlantirish, yoshlarni sportga keng jalb etish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa tezlik, mahorat va yuqori diqqat talab etadigan karting sporti yoshlar orasida tobora ommalashib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti tomonidan muntazam tashkil etilayotgan karting poygalari ham bu yo'nalishda muhim ahamiyat kasb etyapti. Ana shunday bellashuvlardan biriga Namangan viloyati mezbonlik qildi. 2 kun davom etgan musobaqada mamlakatimizning turli hududlari hamda qo'shni Tojikiston va Qirg'iziston respublikalaridan kelgan sportchilar g'oliblik uchun bahs olib borishdi. Trassada yuqori tezlik va keskin raqobat hukm surdi. Sportchilar mikro, mini, super mini yana qator boshqa sinflarda o'z mahoratlarini namoyish etdilar. Ayniqsa har bir burilishda hal bo'layotgan natijalar musobaqaga yanada shiddat bag'ishladi. 17 kurugdan 3 martadan tushishimiz kerak. Men uchun o'rtacha bo'ldi. Birinchi hozir keldim, yana 2 marta yurishim kerak. Xavflilik darajasi juda ham yuqori. Albatta, raqiblarim ham ular ham kuchli, yaxshi yurishyapti. Baribir ham hayajonlanib, ozgina charchadik, lekin hammasi yaxshi. Haqiqatan ham g'oliblik uchun bahslar juda ham qizg'in kechdi. Har bir ishtirokchi soniyalar uchun kurashdi. Musobaqaning yana bir e'tiborli jihati qiz sportchilarning ham faol ishtirok etayotganidir. Tashkilotchilarning ta'kidlashicha, bunday musobaqalar yoshlarni texnik va amaliy sport turlariga keng jalb qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Musobaqaning yakuniy natijalariga ko'ra, jamoaviy hisobda Toshkent shahri 1-o'rinni qo'lga kiritdi. 2-o'rin Namangan viloyatiga nasib etgan bo'lsa, 3-o'rin Toshkent viloyati jamoasiga nasib etdi. G'olib va sovrindorlar diplom hamda kuboklar bilan taqdirlandi.